Bugun kayfiyat zo'r. Shuning uchun sizlarga haqiqatda to'g'ri bo'lgan 7 ta qo'rqinchli faktlarni aytib o'taman. Dunyoda hech kim yashamaydigan uylar soni ko'chada uysiz odamlar sonidan ko'proq. Inson vafot etgandan keyin ham ozroq qimirlashi mumkin. Tushingizda hech qachon soat necha bo'lganini ayta olmaysiz yoki ko'ra olmaysiz. Aqliy qobiliyati buzilganlar, jumladan psixopatlar ko'proq ko'k rangni yaxshi ko'rishlarini aytishadi. Bilamiz, bir kun 24 soatdan iborat. Hayotingizdagi atigi 2 kun 24 soatdan tashkil topmaydi. Bu tug'ilgan kuningiz va vafot etadigan kuningiz hisoblanadi. Biz o'zimiz bilmagan holda butun hayotimiz mobaynida kamida 14 ta qotil oldidan o'tib ketamiz yoki 14 ta qotilga ro'baro kelamiz. Miyamiz soxta bolalik xotiralarni yaratishga qodir. Biz ularni soxtaligini hatto sezmaymiz.